Salom hammaga do'stlar, sizlar bilan men Amirs Gaming do'stlar. Bugun sizlar bilan do'stlar, bu bizning birinchi videomiz do'stlar. Shuning uchun videoga like bosib qo'yamiz, chiroyli kommentariy yozib qo'yamiz va kanalga obuna bo'lamiz do'stlar. Qachonki biz 50 ta bo'lishimiz bilan sirazi prямой efir, ya'ni jonli ijroni boshlaymiz do'stlar. Shu bilan biz 50 tadan so'ng faqatgina jonli ijrolar qilib, ko'p shunaqa videolar, kontentlar chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Qani biz bo'lmasa videoni boshladik do'stlar. Bugun biz nastroyga kirib hozirda 32 ta bot qo'yganmiz. Ular oddiy, ya'ni oson rejimda 30 qiyinligi. Men brozerman, terrorist bo'laman. Ya'ni Sen ham ya'ni men terrorist komandada bo'laman. Degan faqatgina o'yinni mana ko'rganingizdek bitta special force, bitta terrorist komanda. Terroristlar qiz bola bo'lgan yaxshi, chunki qiz bola personaj juda ham tez harakat qiladi. Bizga pulemyot M249 kerak bo'ladi va branjilet 150 va 500 ga granata olamiz do'stlar. Shundan biz o'yinni boshladik. Qani bo'lmasam ketdik. 32 ta o'yinchiga men brozim. Har bitta o'lganimga kim birinchi kommentariy yozadigan bo'lsa, o'lganimni ko'rib, biroz ana shu odamni reklama qilib beraman. Boshladik do'stlar. Sirazi o'ldirib qo'yishdi. Yaxshi do'stlar. Juda ham ajoyib. Bizda hozircha 3 ta kill, ya'ni 3 ta odam o'ldirdik. Biza har bitta o'lganimizga dedik, o'sha bitta odam tayyor. Kim hozir birinchi kommentariy yozgan odamni o'sha nishonlab qilib mana shu obunachimizga kanallarini skrinshotini tashlasak, o'zimiz skrinshot qilib chiroyli qilib reklama qilib beramiz. O'yinni boshladik. O'yinni qizig'roq ketadi. Şu ortadan bir kılıç yaklaşık. Yani bizi kaldı arka önümüzde bir köpek. Medved bulganlıkta ve hatta önümüzde bulganlıkta tarzına ortadan üstüne yaptı. Yaptı. Qatiga 9 ta o'yinchi qoldi. 26 ta kill qildik do'stlar. Bu degani o'rtacha qiyin degani. Bular qo'liga pistolet berib qo'yaman. Chunki buni 32 talik uchun men bir o'zim degan uchun har bir o'yinga qiyin bo'ladi do'stlar. Mana buni qilib arjada o'ynatamiz yani. Faqat boshqa faqat. Mana yaxshi. Bizga Anaconda pistolet kerak. Yaxshi bu pistolet ham yaxshi, lekin Anacondaga точно bitta uradi. Buni ikkinchi rejimida yaxshiroq ketadi. Do'stlar bilasizlar, Counter Strike o'ynaganlar bu bizda telefonda versiya, ya'ni telefonda o'ynanadi. Bu faqat bitta o'yinchi qoldi do'stlar, uni ham o'ldirib olishimiz kerak. Qat'iy qolganlar. Ya'ni kill qilamiz. Bitta o'yinchi hech qayerda yo'q. Ana ketyapti. Assalomu alaykum, bratani, hammangizga ana. Hozircha bizda bitta obunachi reklama oladi. Ya'ni ularni reklama qilib beramiz. Biz uni kimlar joyga o'tamasak, olmasak bo'lmaydi. Va oxirida branjiletimiz bor ekan. Bu pistolet Anaconda o'zimizni arzon. Har doim mana shunaqa strukturada o'ynashga o'rganib qo'ying. Ya'ni granata, oddiy pichoq, 12 mm va Anaconda pistolet. Siz granata tashlaymiz. Don yedi, o'zi bas. Qo'yadi bilan. Yani patron tugadi. 10 ta o'yinchini qilamiz. 20 ta qilib vastomat o'yinga kirishga bo'ladi. Nimaga aynan counter bilan chiqasizlar? Men counterni o'z yosh member o'ynataman. Yoqqan uchun ham yosh member o'ynatadi. Bunaqa bitta yangi kanal ochdim. O'zimni boshqa, ya'ni Minecraft o'ynagan yoshlarning kanallarini endi qiziqarli bu o'yinni ko'radilar. Mayli kutamiz. Hozir yashamasimiz jonimiz 30 bitta qoldi. Urib qo'yish mumkin. Agar bitta bosh tarafdan ketirib mumkin. Bo'lganimizda ko'ramiz. Yaxshi. Ikkita hit ketma-ket. Kill. Harakat qilib, ko'chirib oldi deb uchun
va ko'rsatuv baribir yaxshi va oxirgi ikkita o'yinchi qoldi. Mana shu ikkita o'yinchi emas, bot desak to'g'ri bo'ladi. Oxirgi ikkita bot qoldi. Mana shu botlarni toptiramiz. Nima qilamizda? Hech bo'lmasa yaxshi hech deydi. Hech deganda mana skillchan aytyapman. Ko'plar bilsa kerak endi, bilmaganlarga tushuntirib qo'ysin. Attasi bratан, oxirgi bot qani endi? Bratanim, assalomu alaykum dedi. Kutib o'tish kerak endi. Qo'rqasan bilan. Bunga ham hech deb qo'ya qoldi. Uy, chotki. Yo'qtirlar ham ko'proq bo'lsin, chunki kanalni reklama bo'lishini xohlasa, men shunga kerak, to'g'rimi? Ya'ni shunga kerak bo'ldi. Biraz granata tashimiz va tangida qoldi hozir o'yinda. Ya'ni biza yangi o'yinchilar topdik. Mana bu o'yinda 5 ta o'yinchi qoldi. O'yinchilarni qirib tashladik. O'yinchi emas, botlarni qirib tashladik. Endi qolgan 5 ta o'yinchini mayli pistoletda, ya'ni anaconda pistoletida o'ldirib chiqaramiz. Pistol deyishadi-ku. Yo, bu ikkita bo'ldi obunachilarimiz reklamasi. Judayam bu botimizni pistoleti unchalik zo'r bo'lmasa ham yaxshi urib qo'ydi. Endi yozamiz kanalimizni. Amirs Gaming. Chiziqcha bir. Mana shunga obuna bo'lib qo'ydi. Kırk yıldırıyor muhtemelen. Wow, millet oluyor mu amcım? Arayacağım hadi şu an. Ya o ana o. Keşke başka çare ha? Aşağı. Peki, oyunu koştursan bunu da şöyle. Granata tamamını bir kadar yeter diyorsa. İşte obunachiimiz уже reklamada tayyorga tushibdi. Mana yozinglar birinchi bo'lib. Birinchi ustalik. To'rtta qolsa bo'ldi. Legenci oynadik. Давайте тоже взяли яши, выдравайте, выдравайте. Winchester yoki ana terminli eng kattasi bor, dang o'tib o'shanda yaxshi o'ynardi. Buni o'lchamaymiz, bunda oldinlar o'ynardim do'stlar. Вот bratanga hit demadi, lekin normalni o'qib qo'ydilar ya. Ya'ni to'plar 3 ta odam mana reklama ochadi. Videomiz aytib qo'y do'stlar 10 minutgina bo'ladi. Menga yoqqansa 10 minut. Buning uchun videoni o'zim o'ylab boshidan rejalashtirib 10 minut bo'ladi. Hozir 9-daqiqa 2 sekund ketadi. Ayım yapacağım çünkü butonlar aynı işlemesi bulunuyor. Bunu girememişim. Bunu girememişim. Kemudian ini aman sudah suatu biasa kalau musik gitu. Wow, ini berat kill yaxshi gina qolishni bilaman. Ichida beringlar 6 o'yinchi bang berat
Yaxshi. Wow, chiqib berganini qaranglar bu botni. Chiroyli kill bo'lishga sabab bo'ldi. Va oxirgi o'yinchimiz tezroq chiqa qolsin. Zo'r qaytib qo'ysak. Qaytib qo'ysak. To'pimiz to'p ketdi. Yaxshi. 10 minutdan oshib ketdi do'stlarga. Mayli. Hech narsa qilmaydi. 10 minutdan oshgan bo'lsa navbatda sizlarga yaxshi, hozir ko'proq ko'rasizlar, qiziqarli bo'ladi va videomizni shu joyda tugatamiz. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, kommentariy yozing do'stlar. 3 ta odamni reklama qilib berish esdan chiqmaydi albatta do'stlar.